Oyijon, siz bilan jiddiy gaplashib olmasam bo'lmaydi. Yana o'sha gapmi? Voyajon, mana shu xonadonga kelin qilib olib kelayotganinglarda, voy, qizimizni rosa ishlatamiz, o'z qizimizdek ko'ramiz deyodilar-ku. Mana 4 yil san'at oliygohida o'qiganman, bekor ketdi. Oyijon, hali ham kechmas. Mana ijodkorlar uchun prezidentimiz zo'r sharoitlar yaratib berayotgan ekan. Kishi bo'lmasa bloger bo'ling. Sizdan artist chiqmaydi. Mahoratingiz ham yo'q. Voy, mahoratimga til tekkizmang. सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू में Tavba, jinni bo'lib qolgansiz keling. Siz qochqoqsiz. U yog'iga Zaynab ursin. Zaynab begim, biz tez qaytamiz. Aziz, lablarida qoldirmabdi bir tomchi zahar. Jonga tegdingiz. Qani tushing, bilib ishingizni qiling. Sizdan baribir artist chiqmaydi. O'chiring. Artist bo'larmish. Qanaqa artist bo'ladi? Bir tiyinlik foydasi bo'lmasa, oldin uyga, oilani eplasin. Mahkamov xalq artisti, xalq shoiri, xalq yozuvchisi kabi yuksak faxriy unvonga ega ijodkorlarni aeroport va vokzallardagi VIP zallarda bepul foydalanishini ta'minlasin. Ko'rdingizmi, oyijon? Prezidentimiz farmonini eshitdingizmi? Aldamanmanmi? Bizni davrimiz keldi, san'atkorlar davri. Rozi bo'ling, oyijon. Madaniyat olmasın, hurriyat olmasın, qo'shiq nolasida she'riyat olmasın. Madaniyat olmasın, hurriyat olmasın, qo'shiq nolasida she'riyat olmasın. Madaniyat olmasın. Shuncha mehnat qildirmasdan oyijon rozi emasman deb qo'ysangiz bo'lardi-yu. Nima qildi?